Endi umuman dizayn bo'yicha hech qanaqa ish qilayotganimiz yo'q. Shuning uchun endi dizayn masalasini ham bir qator ko'rib o'tishimiz maqsadga muvofiq. Bu uchun nima qilamiz? Ko'pchilik biladigan Otika degan shablon bor, tayyorgina shablon, bu yerda hech qanaqa muammo yo'q. Xo'p, bu yerga men o'sha shablonni bitta katalog sifatida tashlab oldim. Istalganini chertadigan bo'lsak, bizda o'sha shablon bo'yicha fayllar ketma-ketiga chiqadi. Misol uchun collapsini oladigan bo'lsak, mana shunaqa tayyor holatda biz mana shu Otika degan shablondan foydalangan holatda o'z ishlarimizni tashkil qilishimiz mumkin. Bu bo'yicha ko'p kurslar bor Laravel bo'yicha. Aynan mana shundan foydalangan. Boshqasini ham qilishingiz mumkin, istalganini qilish mumkin, lekin bulardan birontasini ish uchun sozlab olishimiz kerak bo'ladi. Bu uchun biz nima qilamiz? Avval mana shularni bizga o'rtada hamma narsa almashib turaveradi, yuqorida va chap tomonda hamma narsa turaverishini inobatga olishimiz kerak va mana shu joyda o'zimizga kerakli bo'lgan joyini olib qolganini tashlab yuborishimiz kerak. Bu uchun bizga tayyor mana blank page bor ekan, ko'rsak blank html. Mana shu blank htmlni o'zimizga shablon sifatida doimiy ravishda sozlab olishimiz mumkin. Bu qanday bo'ladi? Mana buni ichini mana shablon, undan blank html, adashmasam shunaqa dedik. Mana blank html, bunga chertamiz. Mana shuni hammasini men hozir o'zim uchun bitta shablon sifatida Vue ga qo'yib olaman. Misol uchun Vue da birorta katalog hosil qilaylik. Misol uchun layout degan katalog mana shuni ichiga bitta fayl hosil qilaman. Bu fayl blade fayl bo'lishi kerak albatta, chunki uni ichiga joylaymiz hammasini. App degan blade fayl hosil qildim va o'sha blank page html ni hammasini ko'chiraman va buni ichiga tashlayman. Tashlaganimdan keyin o'zimga kerakli joylarni olib qolaman, kerak emaslarini olmay turaman. Shunaqa. Endi buni qanday holatda ko'rinayotganligini men ko'ra olmayman. Ko'rib ish qilishim uchun webda turgan mana shu welcome ga chiqyapti-ku, to'g'ridan to'g'ri biz loyihalarimiz shuni layout deyishim kerak ekan. Yaxshi chiqardi ekan, chiroyli chiqar ekan. Bu o'zi ham taklif qilyapti, kelinglar. Shunaqa qilamiz. Buni tegmay turamizda bularga hozir. Layout qilaylik. Chiroyli bo'lar ekan mana. Refactor qilib yuboramiz. Rename'dan keyin refactor qilsak juda ham chiroyli chiqadi. Bu yerda aytilyapti. Xo'p, shunaqa bo'lar ekan. Muammo yo'q, refactor qilib yuborish mumkin. Bu yerdagi narsalar ko'p muammo qilmaydi. Ichkari tomondagi bir xil deb o'ylayapti. Xo'p, bizda root web PHP bor, loud demak o'ziga chiqarish kerak. Agar o'ziga chiqarish qanday bo'ladi? Bizning loyihamiz bor edi. Mana shuni o'ziga rootga qo'yadigan bo'lsak, bizda mana shunaqa holatlar bor. Mana hamma ko'rib turibdi. Bu qanaqa? Mana bunaqa emas. Bunaqa bo'lmayotganligining sababi buni dizaynlarida. Buni dizaynlari qanday shakllanyapti, uni ko'rish uchun hozirgi holatga kelsak, CSS va JavaScript fayllari bor mana shu yerda. Assets degan papkada ekan. Biz uni public ga ko'chirib qo'yamiz. Qanday ko'chiramiz? Mana assets. Biz bundan nusxa olishimiz mumkinmi? Ha, mana nusxa oldik. Biz uni public degan asosiy ko'rinimiz bor. Shu yerga paste qilish mumkinmi? Ha, OK tugmachasini bosamiz va butun holida o'tadi. Endi bu ham 100% bo'ldi, muammo bo'lmaydi degan ma'noni anglatmaydi. Shunchaki u murojaat qilayotgan joylarda u narsa bo'lishi kerak. Mana keldi. Assetsdagi hamma fayli. Endi hozircha update qiladigan bo'lsak, ma'lum darajada chiroyli holatda bu yerga o'tdi. Lekin bitta muammo bor bu yerda. Mana bu sariq turgan narsalar chiroyli o'zini qonuniyatlari bor. Bu qonuniyat asset degan so'z bilan bo'ladi. Mana asset bilan bo'ladi. Buni hammasini albatta kerakligini, kerak emaslarini emas, mana shu yerga joylab chiqish kerak.
Agar joylamasangiz bu hozirgi faylda turaveradi, lekin bu yerda turgani bilan ertaga ichki fayllarga olayotgan mahalingizda umuman dizayn buzilib ketadi. Shunaqa buzilib ketmasligi uchun albatta asset degan xizmatchi so'z bilan birga bo'lishi kerak bu narsalar. Xo'p, mana bu joy albatta ikkita nimani ichiga bo'lib qoldi. Mana bunday tursa ichkarida muammo bo'lmaydi. Ha, mana bulari ham shunaqa bo'lishi kerak. Endi qolgani bo'lganidan keyin nimaga endi ular bo'lsa bular bo'lmasligi kerak degan narsalar bor. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Xo'p. Bu yerda mana bu yer, mana bu yerdagi narsa bilan chiqyapti. Mana endi hech qanaqa muammo yo'q. Hammasi joy-joyida. Xo'p. Bizda mana bu yerga qo'ymabman buni. Sariq bo'lib qoldimi? Demak, xatolik bor. Mana endi xatolik yo'q. Xuddi shu ishlarni JavaScript fayllari ham bor buni. Eng ostida bo'lsa kerak. Mana eng asosiy 3 ta fayli shu uchala fayl uchun ham joylashtirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bundoq bundoq. Mana bular uchun ham boyitib qo'yamiz. Mana hozir o'zgarish sezilmaydi siz uchun, chunki bu asosiy joyda turibdi. O'rtadagina pastga tushganini bildingiz xolos. Boshqa hech narsani bilmadingiz. Endi bu narsalardan keragi bor, kerakmasi bor. Keyinchalik foydalanishimiz mumkin bo'lgani bor, mumkin emasi bor. Bizdagi narsalarni mana shularga joylab chiqish uchun kerakmas narsalar ko'p bu yerda. Bularni har biriga mana shu rasm ham ichkari tomonga o'tganda ko'rinmay qoladi. Har bir bo'lgan email, ya'ni root deylik, root manzil uchun sarg'ayib turibdimi, root bo'lib turibdimi? Hammasini mana yonboshda ko'ringlar, qancha narsa sarg'ayib yotibdi. Mana shularning deyarli hammasini to'g'rilab chiqish kerak bo'ladi. Endi bunaqa to'g'rilab chiqishga vaqtimiz yo'q deb faraz qilamiz. Bizga mana shu boshidagilar kerak xolos. Qolgan UI elementlardan boshlab hammasidagi pastdagi menyularni o'chirib tashlaymiz desak, u yerda tayyor o'chirish mumkin. Salgina xabaringiz bo'lsa yetarli. Mana shu yerda mana yig'ib turib o'chirib tashlayman. Advanced ham yig'aman, other page'larda ham yig'aman. Xo'p, Otik header menyularda ham yig'ib tashlayman. Buni ham ko'taraman. Bu ham kerak emas, bu ham kerak emas. Xo'p, hamma kerak emaslarni tortib turib birdaniga o'chirib yuborish imkoniyatimiz bor. Xo'p, sariqlarni kamaytirish maqsad albatta hozircha. Xo'p, xatoliklar, keyinchalik foydalanamiz bulardan. O'zingiz ham bemalol foydalanaverasiz, hech kim sizga qarshilik bildirmaydi. Biz esa shunchaki kerak emaslarini to'plab hozircha o'chirib turgan bo'lamiz. O'chirib tashladik. Agar xatolik bo'lsa o'zi aytgan bo'lar edi hozir. Xo'p, mana pastidan hammasini tozalab tashladim. Ba'zi narsalar qoldi xolos. Sizni ko'zingizga yaxshi ko'rinishi uchun bittasini qoldirib, qolgan hammasini o'chirib tashlashim ham mumkin. Bu yerda misol uchun mana bu ham kerak emas deylik. Bu kerak emas. Bittasini o'chirib yuboraman. Xo'p, mana bu yerdagi li bu ham kerak emas, list item. Bu ham list item kerak emas. Va nima qolyapti bizda? Nima qolyapti? Dashboard qolyapti. Xolos, dashboard esa index.html ga qo'yilgan. Bittasi qolsin ekan. Bittasi qolsin hech bo'lmasa, mana bittasi qoldi. Dashboard bo'ladi. Faqat dashboard root bilan bo'lishi kerak. Bizda bilamiz, index.html bilan emas, albatta. Bizda mana bu boshqacha. Buni o'rniga rootda nima bor edi bizda? Shunchaki rootni bundoq qilib qo'ysak ham bo'ladi. Shunda asosiyga o'tib ketayotgan bo'ladi. Layout text used in the header component. Hop. Nimani root bergan mahalda noto'g'ri berib qo'yibman. Mana shu joyda. Xo'sh, rootga hech narsa yozmadik demoqchi. Rootga odatda root degandan keyin biror narsa yozilishi shart. Shuning uchun hozircha tegmay turibman. Hozir ko'rsatib beraman qanday qilish kerakligini. Mana bularni hammasini o'chirib turamiz. Misol uchun dashboard qoladi. Widget nima bo'lsin? Jadvallar bo'lib tursin hozircha. Jadvallar ichida birinchisi bizda nimalar bor? Yo'nalishlar bor.
yo'nalishlar bor. Yo'nalishlardan keyin misol uchun ta'lim shakli bo'la qolsin. Misol uchun ta'lim shakli mana. Ta'lim shakli. Yo'q, buni bu yoqqa yozib qo'ydim. Bu tomonga bo'lish kerak. Mana bunisi. Bu tomonga bo'lish kerak. Mana bu joyga road yoziladi axir. Bu joyda hozir uni roadlashtiramiz endi. Bu qanday bo'lish kerak? Road bo'lish kerak. Road bo'lgandan keyin bizda yo'nalishlarga o'tib ketadigan webda nima bor? Yo'nalishlar bor. Yo'nalishlardan keyin xo'sh, yo'nalishlardan keyin nuqta bilan yozishimiz kerak. Indeks bor. Indeks bor. Mana bu joyda hali hech narsa yo'q. Shuning uchun rishotga qo'yib turishimiz mumkin. Nimalardir bo'lyaptimi? Bo'lyapti. Jadvallarga kirib yo'nalishlarga bossam, mana bu yerga kelyapti. Bo'ldi. Mana shunaqa kerak edi bizga. Mana bu ham indeks HTML ham bizga hozir kerak emas. Uni ham keyinchalik to'g'rilab qo'yishimiz mumkin. Hozir tursin. Xo'sh, uni bosganda hech qayerga ketmaydigan qilib qo'yganmiz dashbordni. Mana bu joyni ham rishotga qo'yib turamiz. Hech qayerga ketib qolmasligi uchun. Mana bu narsa logo muhim narsa. Shuning uchun buni asset o'zi asset bilan ichiga olib qo'yishimiz kerak. Rasmlar ham oddiy roadda tursa, assets bilan tursa muammo bo'lmaydi. Hozir ham muammo bo'lmaydi. Mana shunda yana ham muammo bo'lmasligi mumkin. Mana bularning hammasida keyinchalik muammo kelib chiqadi. Hozir bizda bu narsa yo'q. Bu narsa ham hozir kerak emas. Profillarni ham hali tashkillashtirmadik. Chunki user jadvallari bilan hali sizlar bilan starter kitlar bilan ishlamadik. Mana shuning uchun bir qancha muammolar bor. Mana bu sariqlarning hammasini xullas kalom video cho'zilib ketmasin, shunaqa holatga o'tkazib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Agar ularni ishlatsangiz, ishlatmasangiz kerak emas. Xo'p, endi bu shunchaki shablon. Men ko'rib olish uchun hosil qilganman xolos. Mana bu narsalar hozirgi siz ko'rib turgan biz qilmaganlar mana bu rasmlar. Biz bularni qilmadik, hammasini essetga solib chiqasizda. Keyinchalik so'zlab olish maqsadida bular ishlayapti. Yonboshga kirib chiqyapti. Bu yerdan ranglar o'zgaryaptimi? Ranglar o'zgaryapti, ishlayapti. Mini bar ochilib yopilyapti. Bu qo'yilyapti. Xo'p, mana shu joyda qaysi birindir qo'yib qo'yishimiz kerak ekan. Light bilan darkda mana shu layoutda ishlamayapti ekan. Buni keyin sozlab qo'yamiz. Bo'ldi. Mana bizda mana shu narsa bor. Endi nima qilamiz? Biz bunga xo'sh, yield berishimiz kerak. Yield qanday beriladi? Yield shunday beriladiki, bu joyda bizda mana shu joyga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu mana shu joy kerak emas, aytib qo'yay. Bu HTML fayl emas. Shuning uchun doctype HTML ni ham olib tashlaymiz. Faqat kit bilan body turadi xolos. Oxirida ham HTML blank kerak emas. Buni ham olib tashlayman. Mana bu hrefdagi narsa ham kerak emas. Bu mana shu shablonda ishlab chiqqanlarning nomi yerda kitob qolibdi. Xo'p, bu bo'ldi. Xo'p, mana bu sariqlar nimalar qoldi? Mana shu yerda sariq nimadir bor. Shu atrofda. Mana bu joyda bor ekan. Hozir ko'rsatgan rasmlarim ekan hammasi. Xo'p, bular kerak emas. Endi yielddan foydalanishimiz kerak. Section and sectionlarni ishlatish uchun biz 3 qismga bo'lamiz. Demak, headlarni eng tagida bo'lish kerak bo'lgan narsa yield. CSS fayllarni ulayman. CSS fayllarni shu yerga ulash uchun kerak bo'ladi bu. Xo'p, keyin content qo'yadigan joy bo'lish kerak. Content asosiy kontentlarimizni shu yerga qo'yamiz. U pastroqda bo'lsa kerak. Hozir uni topib olamiz. Logoutlardan keyin, OTKlardan keyin, orange yo'q, bulardan avval albatta. Section body mana shu joy kontentlarni qo'yish uchun eng asosiy joy hisoblanadi. Mana shu yerga biz yana bitta yield qo'yishimiz kerak edi. Content deyishimiz kerak. Mana content. Kontentlar asosiy mana shu yerga qo'yiladi. Endi oxirgi JavaScript fayllarni ulash uchun biz bu yerga ham bitta yield qo'yib qo'yamiz. Yield JavaScript fayllarni shu yerga ulayman deyman. Mana bo'ldi 3 ta.
bo'lganidan keyin bizga hamma yoqda ko'rib oldik, xatolik hozir ishlatsak yo'qmi? Yo'q. Mana shu o'rtada hamma yoq chiqaveradi, keyin hammasi birin-ketin bo'laveradi. Muammo yo'q. Yo'q bo'lganligi sababli endi mana uni joyiga qaytarib turamiz. Layout app hozircha kerak emas. Buni faqat tepada include qilardik adashmasam. Hozir bizda welcome turib tursin. O'zimiz eski welcome ga qaytarib turaylik. Hech narsa kerak emas bizga. Xo'p, Blade eslab qolinglar, bizda tayyor shablonimiz bor. Bu bo'lganidan keyin endi bizga yuqoridagi fayllarni unga ulab chiqishimiz kerak. Misol uchun index degan faylimiz bor edi. Eslasanglar, biz nima qilayotgandik? Bu katalog emas. Biz mana yo'nalishlar. Yo'nalishlarning ichida index bormi? Bor. Yo'nalishlarning ichida index qay darajada turibdi? Yo'nalishlarni mana bunaqa turibdi. Biz uni chiroyliroq qilmoqchimiz. Endi nima qilamiz? Mana shu joyga kelamizda, bu yerga include, qayta orqaga include bilan layoutsdagi appni qo'shib qo'yaman men. Appni qo'shaman. Keyin nima qilaman? Endi bizda section bor. Section bizda tepadagi sectionning nomi CSS. Yop. And section bo'lish kerak edi. And section edi, adashmasam, shunaqa. Xo'p, bizda CSS fayl yo'q hozircha, and section turib turadi. Endi ikkinchi sectionimiz bor bizda, yildimiz. Yildimizga section deb murojaat qilinadi. Bu yerda content deymiz, mana content. Bu content boshdan oxirigacha. Butun contentimiz shu yerda. And section. And section men bu yoqqa nima dedim? And section dedim. Bu yerda hech narsa yo'q. Turib turaveradi. Mana content bor. 3-yildimiz uchun ham bitta section ochib qo'yaman. Keyinchalik kerak bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun hozircha qo'yib turaman. Ishlatmasam ham. And section. Mana uchala yield uchun bittadan section qildim. Faqat eng muhim narsalarni o'rtaga qo'yib qo'ydim. Hozir buni update qiladigan bo'lsam, mana shu joyda ma'lumotlarim, jadvallarim chiqish kerak. Hozir chiqmaganligini sababini siz bilan birga ko'ramiz. Bu tepaga ulayotganda layout app chiqdi, section content. Hozir buni tekshiramiz, bolalar. Buni sababi bor. Buni ko'rinmayotgani sababi bor. Sababi nima? Men shunchaki oddiy narsalar bilan yozib qo'yganman. Mana bu narsalarni, tablelarni. Ular bo'lsa butun boshli nima deydi? CSS berib chiqqan, ya'ni Bootstrap berib chiqqan. Bootstrapni qayerdan bildim? Men bu yerda CSS da bor-ku. Style mana shu bootstraplardan foydalangan. Endi biz nima qilamiz? Biz majburmiz. Mana shu jadvalimizni, kelayotgan narsalar, tugmalarni hammasini unga moslashga. Buning uchun nima qilamiz? Bizga o'sha shablon ichida osonroq bo'lgan jadval bilan ishlasa bo'ladigan narsani topishimiz kerak. Bu qayerda bor? Jadval odatda table deb nomlanadi. Kelinglar, table'ni topaylik. Table'ni topadigan bo'lsak, xo'p. Ichkariga kirib olib topsam osonroq bo'lsa kerak. Mana shu yerdan mana tables bor ekan. Table'dan basic table bor. Menga data table kerak edi, yaxshi bo'lardi. Mana data table. Mana shu data table kerak. Mana bu pastdagi kerak. Rasmlar chiqarmoqchi emasman. Demak, bu yo'q. Mengacha export table kerak bormi? Mana export table kerak. Tayyor export table. Export tablening nomi export table HTML ekan. Kelaman, export table HTML ni topaman shablonimdan tayyor export tabledan foydalanaman. Mana export table. Unga moslash uchun bu yerda qo'shimcha narsalar bor ekan. Appdan tashqari qo'shimcha. Appda app, style, component, custom bor. Bunda app bu yerda, style, component, custom bu yerda. Demak, o'rtada ikkita qo'shimcha CSS fayl bor. Jadvallar bilan ishlashda. Mana shu qo'shimcha narsalar hozirgi indeksdagi CSS bo'limiga qo'yiladi va bular bevosita yuqorida tilga olingan assetga qo'yilishi kerak. Biz buni xuddi shunaqa qo'shimcha narsalar uchun yield ochganmiz. Qo'shimcha ikkitasi. Demak, qo'shimcha ikkitasi uchun
qolganiga tegmaymizda. Mana shu qo'shimchalar uchun joy-joyiga qo'yib qo'yamiz. Mana biz buni qo'yib qo'ydik. Mana shu yerda qizil chiqqanini sababi biz nimanidir qo'ymabmiz shekilli. Real style sheet asset bundle bo'lgandan keyin bu yerga yetib borgan. Yo'q, bunda muammo yo'q. Xo'sh, express token mayli, o'tirib tursin. Hozir hech narsa qilmaydi bizga. Xo'p, endi eng oxirida JS-lari bormi? Bilmayman. Buni ko'rib chiqishimiz kerak. Kelaylik. Mana ko'p ekan JS fayllari. Bizda nechta JS fayl o'zi bor? Bizda app script custom bor. Bunda ham app script custom bormi? Mana app script custom bor, lekin o'rtada ko'p JavaScript fayllar bor. Biz uni indeksimizda JS sectionini ichiga joylaymiz. Mana shu joyda asset mana bunday qilyapmiz. Esinglarda bo'lsa, biz uni endi ichkariga joylab qo'yishimiz kerak. Mana joylab qo'ydim. Bu tomonida muammo yo'q. Tepadagi qizilni hal qilamiz. Hop, men tashlab olaman bu narsalarni hammasini. Mana bu yerdagi narsalar ne bo'lsa, bu tomonga sozlab chiqaman. Mana sozlab chiqyapman. Bo'ldi, sozlab chiqdim. Sozlab chiqqanimdan keyin tepa tomonda, demak, nega bunaqa qizil chiqqanini hozir bilmayman. Nimanidir o'chirib yuborgan bo'lishim mumkin. Hozir ko'ramiz. Nimani o'chirib yuborganligini topamiz. Qizil yo'qoldimi? Yo'q, yo'qolmadi. Section include to'g'ri. Men topamiz xullas kalam uni. Hozir mana shu yerga qaytarib qo'yaylik. Ishlayveradi. Hop, oldi. Hop. Bu turibdi joy-joyida, hammasi joyida. Ha, mana shu joyda link yopilmaganmi? Yopilish kerakmidi? Hop, link hop tursin. Endi nima qilmoqchi edik? Bu hozir baribir to'liq bo'lgani yo'q, ishlamaydi. Ichkari tomon ko'rinmaydi. Hali ham ko'rinish muammosini hal qilmadik. Hal qilishimiz uchun endi ichkari tomonda tablelarga berilgan kayfiyatlarni to'g'rilab chiqishimiz kerak. Buning uchun o'sha table degan tagni topib, o'sha tagga nima klass berilgan, o'sha klasslarni to'g'rilab chiqishimiz kerak. Mana e'tibor bering. Bu tepa tomonda app ichiga ko'radigan bo'lsak, yiltni tepasida nechta nima bor? Section body, section main content bor. 3 ta narsa. 3 ta narsadan keyin nimadir yozilganmi? Mana e'tibor beramiz. Ha, yozilgan ekan. 3 ta narsadan keyin ancha narsa bor ekan bu yerda. Qayergacha? Tablegacha. O'sha tablegacha bo'lgan joylarni biz to'g'rilaymiz hozir. 3 ta narsa qani? Mana 3 ta narsa. Xo'p, olaman, copy qilaman. Copy qilganimdan keyin pastdan tabledan bitta div, ikkita div, uchta div, to'rtta div, beshta div. 5 ta div bo'ladimi? 1 2 3, buniki kerak emas. 4 5. 5 ta div. Shu 5 ta divni qo'yishim kerak bo'ladi. Oxirgi joyda tursin. Mana 5 ta qo'ydim. Tabledan keyin qo'yishim kerak. Table tugagan joyda topaman. Table mana shu joyda tugayapti. Tugaganidan keyin table tugagan joyga borib, pastdan 5 ta div olsam to'g'ri bo'lsa kerak. Bu shunchaki 1 2 3 4 5. Mana shu yerga ekan 5 ta div. Xo'p, kelamiz. Mana shu joyga qo'yib turaman. Bu faqat hozircha. Xo'p, endi ichkari tomonlarda yana har biriga nimalardir berilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana buni to'liq tashlab olib, ko'rsatib olib, unga sozlash osonroq. Shunaqa joylari kelganda sal ehtiyot bo'lasizlar. Xo'sh. Bizda hover to'g'ri turibdi, id table style'lar to'g'ri turibdi. Bu style viewsga 100 bo'lish kerak bizda ham. Shunaqa table header, table tier bilan th qo'ygan. Bizda ham bir xil, bu joylari bir xil. Hozir bir xil bo'lmagan joylarini siz bilan topib chiqamiz. Xo'sh, bitta yopib yurib topaman.
Nu bo'ldi, asosiy narsa demak mana bu tugmachani pastga olib sinfini qo'yib qo'ydim. Demak bularni sizlarga ko'rsatgandek CSS fayllarni ulab qo'ydim. Mana bu yerdagi hamma xatoni ko'rib chiqdim. Bo'ldi. Mana shu ichida hamma yo'q turibdi. Ma'lumotlarimiz joy-joyida. Mana ko'rishimiz mumkin. Qo'shimcha hech qanaqa ishi yo'q bu yerda. Yuqori tomondagilarda faqat mana shu joygacha bo'lgan narsani 3 ta joyini ko'zingizlarda oldida qo'ydim. Demak, mana 12 ta to'liq bo'ladi. Faqat mana buni o'zgartirib qo'yishimiz kerak nomini endi. Yo'nalishlar deb o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Yangi yo'nalish qo'shishni tugmachasini bosib o'tib ketadi. Endi chiroyli tugma, uni sinifi bor. Bitta muammo bo'lsa kerak bu yerda. Mana bu tugmacha. Bunga hech qanaqa nima berilmagan, kayfiyat berilmagan. Mana bu yerda ham ko'rish mumkin mana. Xo'p, mana shu joyda ham ko'rishimiz mumkin. Mana o'chirish xunukroq turibdi. Buni yaxshiroq qilish mumkinmi? Bilmadim. Uni sinfini berib ko'rish kerak. Yuqoridagi tugmachani sinfini olib, mana sinfini olaylik. Hozir shunday qilib qo'yadigan bo'lsam, men bunga menimcha u ham ko'k bo'lib qolsa kerak. Aytganimdek ko'k bo'lib qoldi. Endi o'chirish qizil turish kerak-ku, Danger deylik. Danger qilib qo'ysak, mana endi yaxshiroq bo'ldi. Endi tahrirlash uchun ham shunaqa qilib qo'ysak, yana ham chiroyli chiqadi. Tahrirlashimiz qani? Mana bu yerda ekan. Ahrifni o'ziga bersak bo'ladi. Adashmasam mana shunday bersa bo'lsa kerak. Class endi bu tugma emas-ku. Bu tugma emas. Nima bersak bo'ladi? Bu tugma emas. Hop, alert desamchi, alert danger desam. Nima bo'ladi bu? Mana. Bu danger bo'lmaydi-ku bu. Bu nima bo'ladi? Alert outline yo'qmi? Outline yo'q ekan. Alert tahrirlash nima bo'ladi? Secondary ham bo'lmaydi, g'alati bo'lib qoladi. Primary hozirginaqa bo'lib qoladi. Primary qo'ysak ham bo'lsa kerak. Tepadagi nomi nima edi? O'zi primary ekan. Primary qo'ya olmaymiz. Hop, mana qo'yaylik. Alert danger body dark qo'yishimiz mumkin ekan. Light qo'yamiz. Mana alert light. Sal infoga o'xshab turadi. Uncha bilinmas ekan. Light info qo'ysakchi. Info qo'ysak sal bo'lsa ham ko'kish turadi. Mana tahrirlash. Shunda bosib tahrirlashni bossak, afsuski bu tomonga qo'ymaganmiz. Bu sizlarga vazifa, o'zingizlar buni qo'yib olasizlar. Shunchaki sizlarda qiladigan ishlar o'sha editga yuqori tomondagi narsalarni qo'yib o'ziga moslarini qo'yib olasiz. Endi front-end bo'yicha emas bu darslik. Shuning uchun hech qanaqa qilishga hojat yo'q. Aytgancha mana bularni ham qo'yish esdan chiqmasin. Hamma narsalar uchun endi bularni ham to'g'rilab chiqish kerak albatta. Qolgan narsalar keyinchalik asta-astalik bilan bo'laveradi. Pechat ishlayaptimi? PDF deganim. PDF ishlayaptimi? Saqlanib qilaman. PDFni ochib ko'raylikchi, ishlayapti ekan mana. Tayyor ma'lumotlarni PDF qilib beradi, Excelga o'tkazib beradi. Saqlanib qilaylik. Virusli bo'lyapti, otika bo'lganligi uchun. Xo'sh ochyapti. Xo'p, mana tayyor. Hamma jadvalda qanday tursa shunda o'tkazib beradi. Pechat qilaman desam mana pechat ishlab ketadi hozir mana. Pechat ishlab yotibdi. Pechat qilsam pechat chiqib ketadi. Tayyor, hamma yo'q. Yangi qo'shni ko'rsatdim. Bularni o'zingizlar to'g'rilaysizlar. Xuddi bo'ldi, o'zi Kratni dizayn berishi shu. Hammasini shu holatda bitta qo'yib chiqsanglar, chiroyli holatdagi bitta dizayn bo'ladi. Yo'q, yoqmadi desanglar, mana shu yerda to'lib toshib yotibdi. Jadvallar, advanced jadvallar, nima qilinglar kelsa, xohlaganidan olib, foydalanib qo'yishinglar kerak bo'ladi. Boshqa muammolar yo'q. Xuddi shu tartibda qilishinglarni tavsiya beraman. Bo'ladi bugunga menimcha. Qolgan darslarda keyinchalik ko'ramiz.